Geçirinler vatandaşlar. Ayağılıp kaldı. Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya da Sadaka Roza Washington'da sözleyimiz. Bugün çizlağı 2025 yıl. 3. ayının 12. günü heptiki çarşamba vatandaş. Bugünkü vaziyetimizin esaq, avvalki vaxtlarda Amerika Qo'shma Shtatlarının münasibetlik mesele söhbetke. Arabistan söhbetiga münasibetlik amaldorlar ko'rsatgandik. Biz bu qatimqi söhbeti g'alaba qilamiz degandik. Bu qatim tungan 11. kun o'tkazilgan söhbetda Amerika Qo'shma Shtatlari söhbet vakillar umigi bilan Ukraina söhbet vakillar umigi Saudiya Arabistonining Jidda shahrida g'alabalik bir söhbetni tamomladi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining talab va umid orzulari bo'yicha Rossiya Federatsiyasi bilan Ukraina o'rtasidagi urushni o'tkazgan yoki bir oy to'xtatish to'g'risida kelishim hosil qildi vatandosh. Bugun sizlarga shu to'g'rida leksiya so'zlaymiz. Anda o'tganda sizlarga degan edik, esinglarda bor. Malakka bo'g'izi masalasi bugun tafsiliy bir xabar. Yana Malakka bo'g'izi to'g'risida to'xtalamiz vatandosh. Ondan uchinchi vaziyat desak, Beijingda ishga qurultoy oxirlashdi. Javleji xalq vakillar qurultoyining boshlig'i Yuan Zhang, ondan keyin doimiy siyosiy byuro, doimiy komitetning a'zosi, siyosiy byuroning a'zosi, 4-qo'l rahbar, birisi dedi jiddiy kasal dedi, kanayallığı dedi, birisi dedi tuyuqsiz g'oyib bo'ldi dedi. Ondan bugun yetib kelgan xabarlarga qarasangiz hisobda Javleji Rais Xi Jinpingni iste'foga so'rab orada o'zgarishi yoki ordada shundoq harakat qilgan odam yoki siyosiy byuro a'zosi deb qaralganda, shu sababdan hozir Rais Xi Jinping bu kishini yoki siyosiy byuroning a'zosi Javlejini g'oyib qilib o'tdi deydigan shunday xilma-xil ko'z qarashlar. Qissa bu yerda bir gap, mayli u kasal bo'lib qolsin, mayli u Rais Xi Jinpingni iste'fo berishga qistagan bo'lsin, hozir xalqaroni bir taraf, xalqaro jamiyatni bir taraf deb qarasangiz, Jungo Kompartiyasini yana bir taraf deb qarasangiz vatandosh, Jungoning ichki vaziyati shundoq bo'lishga tegishli. Masalan, Jungnanxayda ishki portlash yuz berishga tegishlik bir holga bir daqiqalar yetib keldi vatandosh. Bundan Jungnanxay qochib qutulolmaydi. Bugun sizlarga so'zlaydigan leksiyalarimizda birinchi leksiyamiz mana bundaq. Ukraina istihbarat yordami va bexatarlik yordami berishni Amerika Qo'shma Shtatlari darhol asliga keltirdi. Mavzuli xabar 3. ayning 12. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Saudiya Arabiya Jidda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Ukraina amaldorlari Jiddada suhbat o'tkazgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning ma'muriy doiralari Ukrainani istihborot bilan ta'minlashni va bexatarlik yordami bilan ta'minlashni va yordami berishni darhol asliga keltirdi. O'xshashli bir vaqtda Amerika amaldorlari keyingi bir necha kun ichida Rossiya taraf bilan suhbat o'tkazdi. Prezident Donald Trumpning alohida elchisi Steve Witkoff xabarlarga asoslangan mushabda Moskvani ziyorat qilib Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi. 8 soatcha davomlashgan yoki o'tkazilgan suhbatdan keyin Ukraina, Amerika o'tirib qo'ygan Rossiya Ukraina urushini darhol, ya'ni
30 gün to'xtash taklifini qabul qilishga tayyorlanganligini e'lon qildi. Ukraina taraf endi Kreml sarayining qo'shilishiga qarab qoldi. 3-oyning 5-kuni prezident Donald Trump buyruq tushirib, Ukrainani istixborot bilan ta'minlashni vaqtincha to'xtatgan edi. Bu harakat Ukraina prezidenti Zelenskiyga bosim ishiltib, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan suhbat o'tkazib, urushni oxirlashtirishga majburlash deb qaralgan edi. Kreml sarayi Amerika va Ukrainaning urush to'xtatish taklifiga darhol javob qaytarmadi. Mushqatam. Rossiya tashqi ishlar ministrligi faqat Amerika amaldorlari bilan mushafda suhbat o'tkazamiz degan gapni qildi. Saudiya Arabistonining Jidda shahrida Amerika suhbat vakillari umiki Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Marko Rubio va davlat bexatarligi maslahatchisi Mike Waltzdan tarkib topdi. Navbatda prezident Donald Trump aralashishni yo'lga qo'yib, urushni jiddiy oxirlashtirmoqchi bo'lyapti. Bu urush 2022-yil Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi bilan boshlangan edi. Ukraina prezidenti Zelenskiy suhbatga qatnashmadi. Ukraina suhbat vakillari umiga prezident ishxonasining mudiri Andrey Yermakov, undan keyin tashqi ishlar ministri Andrey Sobaxa, ondan Ukraina davlat mudofaa ministri Rustam Umarov. Ajoyib qiziq bir ism vatandosh bu. Ukrainaning davlat mudofaa ministri Rustam Umarov va harbiy ishlar qo'mondoni Paulo Paysa qatorliq amaldorlardan tarkib topdi. Ukraina suhbat vakillari umiga Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Boqatinqi suhbat vakili Marko Rubio muxbirlarga bunday ko'rsatdi. Ukraina urushini oxirlashtirish yo'liga qadam tashladik. Marko Rubio davlat ishlar kotibi yana bunday ko'rsatdi. Bugun bu shartlarni Rossiyaning oldiga qo'yishni umid qilamiz. Biz ularning bu shartlarga qo'shilishini umid qilamiz va oxirida tinchlikni amalga oshirishga qo'shilishini ham umid qilamiz. 3 xil umid qilish Rossiya tarafdan. Davlat bexatarligi maslahatchisi Mike Waltz Boqatinqi suhbat vakillarining biri bunday ko'rsatdi. Bundan keyingi bir necha kun ichida o'xshash darajalik Rossiya amaldorlari bilan suhbatlashamiz. O'xshashlar bir vaqtda Marko Rubio Kanadada endi 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlarining yig'iniga qatnashdi. Suhbat tugadi, endi Kanadada bu yig'in qatnashdi. Haftaning 4-kuni, ya'ni payshanba, NATO'ning kotibi Mark Rutte Oqsaroyni ziyorat qildi. Bu ishlarning hammasi tinchlikni ilgari surish, tirishchanligini ilgari surishning bir qismida. Yermakov muxbirlarga mundoq dedi: Ukraina tinchlikni ishga oshirish uchun butun kuchini sarf qiladi. Tamam, mana bu suhbat shunday natijalar yig'lashdi. Vatandosh, endilikda siz anglaydigan yana bir xabarimiz Beijingning jinini oladigan bo'ldi. Prezident Donald Trumpning maxfiy plani oshkorlandi. Mavzuli xabar 3-oyning 11-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Reuters, Angliya agentligi Reuters Prezident Donald Trump hukumatining bir maxfiy planini oshkorladi. Ya'ni ko'pchilik demokratik davlatlar armiyasini tashkillab, bu armiya bilan Malakka bo'g'izini qamal qilib tunigan
Malakka boğuzu taqaş deb işiltibdi, cümleni xata cümle vatandaş. Malakka boğuzunu taqaş emas, Malakka boğuzunu qamal qilish. Adet davamlı şundaq aytiladi, şundaq deyilish kerak, qamal qilish. Kechiringlar turingagi xatolik uchun. Mesela ko'pchilik demokratik davlatlar armiyasi tashkillab, bu armiya bilan Malakka boğuzunu qamal qilib, jumladan Jungoni o'z ichiga olgan barliq davlatlarni kelayotgan, ketayotgan parxod kemalarni Malakka boğuzidan o'tadigan kema parxodlarni oldini to'sishni va tekshirishni maqsad qiladi. Bu plan qarmoqi Ironga qaratilgandek ko'rinsimi, amaliyoti Jungoning energiya bexatarligining jon tomiriga qaratilgan bo'ladi va Jungo kompartiyasining strategik cheklashga qaratilgan bo'ladi. Malakka boğuzu Tinch okean bilan Hindiy okeanni tutashtiradigan muhim qatnash yo'lidir. Jungo import qiladigan 80%dan ortiq xam neft mush yo'l bilan Jungoga yetib keladi. İran her yili 500 milyar dollarlık xam neft yollaydı. Bu neftning 70%i Jungoga yollanadi. Bu neftning 7%i Jungoga yollanadi. Shimoliy Qutb qatnash yo'li, Jungo Berma neft turbi yo'li, Ekvator xam neft zapas bazasining qurilishi qatorliq bir qator tadbirlardan Jungoning Malakka boğuziga tayinib qilish 85% yetdi deyishga bo'ladi. Malakka boğuzi intayin muhim qatnash yo'lidir. Malakka boğuzining muhimligi Süveyş kanali va Panama kanalining muhimligini besib tushdi. Mal tashish qimmati bilan hisoblaganda har yili Malakka boğuzidan to'shiladigan mol va materiallar yer shari tush qatnash nisbatida 27% egallaydi. Yani Malakka boğuzi butun yer sharida muhim qatnash yo'li deganlikdir. Malakka boğuzi Jungo kompartiyasi uchun texmi muhim qatnash yo'lidir. Jungoning xam neft import qilish Malakka boğuzi orqali shuningga tayinib belib beriladi deyishga bo'ladi. Nayt zo'r miqdorda bir qism xam neftni Jungo O'rta Sharqdan import qiladi. O'rta Sharqdan import qilingan xam neftning hammasi Malakka boğuzidan o'tadi. Malakka boğuzi orqali xam neft import qilish Jungo import savdosining 80%ni ko'pragini tashkil qiladi. Malakka boğuzidan o'tadigan import savdosining Jungoning import savdosining 80%ni tashkil qiladi. Xam neft to'shayotgan parxod Malakka boğuzi Jungoga yetib kelish 80% savdo. Neft savdosi vatandoshlar. 80%ni ko'pragini tashkil qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Malakka boğuzini kontrol qilishi Jungo kompartiyasining tashqi savdo va energiya toshish yo'llarining jon tomirini kontrol qilib, Yaponiyani qo'yib etish deganlikdir. Demak, Yaponiyaning manfaati bor ekan bu yerda vatandosh. Ba'zi obzorchilar mundaq hisobladi. Prezident Donald Trump Panama qonunini tartib olish vositasi orqali kelar qadamda Malakka boğuzini kontrol qilish huquqini qo'lga keltirishda sinaq qilishning eng muhim qadamini bosadi. Prezident Donald Trumpning o'rinlashtirishi bo'yicha dunyo qatnash yo'li tugunini kontrol qilish deganlikdir. Malakka boğuzi, Panama kanali, Süveyş kanali qatorli qatnash yo'llarini kontrol qilish deganlikdir. En ahırda Asya Tinch okean rayonida ve O'rta Sharqda yuz bergan qalaymaqqonchilikning manbai hisoblangan bu ikki davlat İran ve Jungoni bu ikki ofatni gumron qilish deganlikdir. Atandishim, en ahırda
Asya Tinch okeani rayonida ve O'rta Sharqda yuz bergan qalaymakonchilikning manbai hisoblangan bu ikki davlat İran ve Junguni bu ikki ofatni gumron qilish deganlikdir. Javlijan sada qandoq chataq chiqdi, boshda so'zlik Javlijan va Javlijan Jungo Xalq vakillar qurultayining ana bosh so'zligimiz aya qo'shim chiqib yaptı deydiganim yani shu ekan. Endi siz bunu ko'rib o'tdingiz vatandoshim. Demak hozir gap Malakka bo'g'iziga keldi. Malakka bo'g'izini qamal qilish, Ironni qamal qilish, Jungoni qamal qilish. Şu aralıkta Jungo allaqachon bu tayyorlikni qilib bo'lgan edi vatandosh. Malakka bo'g'izini Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik davlatlari agar kunlarning birida qamal qiladigan bo'lsa, Jungo qochadigan yoki Yevropa quruqligiga va Osiyo quruqligiga tushadigan bir yo'lni echish kerak edi. Shunga bu Xitoy kommunistlari Uyg'uristonda buningga qarshilik ko'rsatadigan Uyg'urlarni nazarband qilib, jazo lageri qurib, ularni qirg'in qilib, Uyg'ur qirg'inchilik bilan Uyg'urlarni qirg'in qilib bu yo'lda qatnash başlagan edi. Mesela temir yol qatnaşı, Şian'dan qo'zg'algan poyez, Ürümçi'den qo'zg'algan poyez, yoki Guangdong, Sichuan'dan qo'zg'algan poyez, necha ming ishlov, necha ming qatim arliqni so'zlab bo'ldik. Yevropaga kirib kelgan edi vatandosh. Arliqda biz sizlarga yana so'zildik. Beijing'dan chiqqan yoki Şian'dan qo'zg'algan mal to'shig'ichi temir yo'l liniyasi bilan kelayotgan Qozog'iston orqali va Rossiya Federatsiyasi orqali Yevropaga kiradigan temir yo'lda chataq chiqdi. Arliqda Rossiya Federatsiyasi temir yo'lni to'sib, temir yo'l qatnashini bo'g'ib tashlab, Jungoning mal bisat turli tovarlarni poyezddan tushirib tekshirishga boshildi degani do'q vatandosh. Muşning yüz berişinin qachon bo'lishidan qat'iy nazar esingizda va 2024-yil 7-oyning 2-kuni Qozog'iston ostida o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkilotidan keyin Rais Xi Jinping jarangli qoldi ikki jumla so'zli qildi. Masalan, endilikda Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini echish va buningga mablag' solish. Bu yo'lni Turkiya orqali Yevropaga olib chiqish. Demek aldırap kaldı degan gap. Asli koni yo'l to'xtab qoldi. Chunki Rossiya temir yo'lni to'sib, Jungoning mal bosgan poyezdini tekshirdi. Ajoyib harakat vatandosh bu. Ana qimmatini endi bugunlatim berib tushunishga boshlaymiz endi vatandosh. Rossiya to'sib oldi degan gap. Sen mushundaq ahvol ostida o'tgan yil 7-oyning 2-kuni Qirg'iziston, O'zbekiston orqali temir yo'l tortishni ulgura olamsizlar jo'nanxay? Bisatını bankanda şundat dollar var mı elip çıkıp töküdüğün temir yolu töküdüğün vagınlap töküdüğün dollar var mı? Biz bu yolunu açımız meblağ salımız için kene hazırlık hiç gap yok. Ötken yıl 7-oyning 2-kuni olsa bugünkü hesapta yarım yıldan açtı degan gap hiç qanday hareket yok. Onun üstüge yaqinda Li Chang ötken yılı yaqinda Li Chang devlet veziri Pakistan'da Gwadar portini ziyorat qilib, Gwadar portida qurilgan aeroplan stansiyasi yoki Jungo tarafidan qurilgan xalqaro aerodromni ko'zdan kechirdi va lentikasdi. Mana hozirgacha kelayotgan xabarlar shu bo'ldiki, bu aeroportga o'ltirib mehmon bo'lib Pokistonga keladigan yoki bu aeroplanga o'ltirib Jungoga keladigan qatnash yo'q. Hatta şunun işininki Jungo Kompartiyasi qurib chiqqan bu aeroportda qatnash buluş, mehmon buluş uyoqda tursin, hatta shu aeroportning chirig'ini yoqib o'chiradigan ishchi xizmatchimi yo'q vatandosh? Nima bunda bo'lib qoldi jo'nanxay? Shuncha ular pulni xarjlab, Gwadar port atrofiga aeroport silib, nima bunda bo'lib qoldi jo'nanxay? Demek Kırgızistan, Özbekiston temir yo'l pul yo'q. Po'atınız mümkün emas. Siz Rossiyaga zarda qilmoqchi bo'ldingiz. Sen to'sib olsam, men bu taraf bilan Yevropaga chiqaman. O bir kunlik, 2 kunlik ish emas-ku, jo'nanxay. Temir yo'lni G'o'lja orqali, Qorg'os orqali Qozog'istonga tortib, temir yo'lni Bertila Arshan orqali,
Alatau arqılı Qazaqstanğa tartib, şu yol ile manga poyizini siz Londonga, Avropadagi har qandaq bir shaharga elib bora oladingiz, ammo Rossiya Federatsiyasi sizning oldingizda to'sdi. Sababini nima ekanligini o'zingiz bilasiz. Gachaning tilini onasi biladi. Jo'naqa demek bu yol itildi. Endi bugün Malakka'ya geldi. Malakka boğazı geldi növbet. Endi hazır kuruluqçı Malakka Uyg'uriston, mustamlika Uyg'uriston bu yol mu itilish kerak? Bu yol mu qamal qilinish kerak? Bu yolning qamal qilinishning oldingi sharti Uyg'urlar o'zi tarixda qurgan davlatini asliga keltirish kerak. Uyg'urlar bu zaminda mush zaminning egisi Uyg'urlar o'rnidan dasturish kerak. Xalqaro jamiyatning qo'llashi mush yo'lda erishish kerak. Deydi her bir Uyg'ur. Shuning uchun har bir Uyg'ur Amerika Davlat Majlisiga yig'laydi. Endilikda Malakka bo'g'izi qamal qilinsa, masalan hozir Jungoning 104 xildan ortiq Jungo mustamlika hakimiyetining Şinjan yoki mustamlika Uyg'uristondagi iqtisodiy qurilmasi 144 dan ortiq shirkat pirkatlari Amerika Qo'shma Shtatlarining imporga qilishi bilan iqtisodiy ta'siriga yo'liqdi deb tunigan mashinri shunday so'zlabdi. Biz endi davlat majlisi xudo yana bir kuch ato qilsang, yana bir nusrat ato qilsang, gap Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisining endi shin sho chegaradan chiqish, mal yotkash, mal elib chiqish huquqini Xitoyning. Buni boykot yoki buni embargo qiladiganlar bo'lsa, vaqtida tunigan Taylanddan elib ketgan 40 nafar Uyg'urning dardi, jazo lagerida yotgan Uyg'urning dardi, hozir xon vayron bo'lgan Uyg'ur xalqining dardi chiqqan bo'ladi. Hadda Malakka bo'g'iziga mushu pozitsiya bilan muomala qilganda shu pozitsiya bo'yicha Uyg'uristonga bu qiroliqcha Malakka bo'g'izigami shunday muomala qilgan bo'lsa ajoyib kelgan bo'ladi. Balki kutimiz Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi allaqachon buni o'ylab bo'lgan bo'lishi mumkin. Kutimiz. Biz Uyg'urlar buni kutimiz.